Bismillahirrahmanirrahim. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah subhanahu ve ta'alaga hamdu sana ve süyümlük Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge en güzel durut salamlarımızı yollagan dekin. Kadirli kıyırdaşlar, Tarih Nazır programımızın 5. sanını anlaşanlarını kızgın karşı alımız. Biz bu programımızda Şarkı Türkistan'ın milli azatlık rehberlerden merhum Muhammed Emin Buğra'nın Şarkı Türkistan Tarihi namlı kitabını diqqatinizga sunumuz. Biz ötken sondaki programımızda 1. bab Umumi Tarih 1. bölümüde Umumi tarixning bir xulasisi, tarix ilminin mahiyeti, tarix qaynaqları yani manbaları, insan umumi tarixinin başlanışı qatarlıq mavzularda to'xtalgan edik. İnşallah bugünkü sonimizda 2. bölüm Umumi Türk tarixinin bir xulasisi, 1. fasl Türk tarixinin başlanışı namlı mavzudan başlap huzurunlarga sunumuz. Mikrofon aldıda qeyrindaşanlar Abdullah Yalqun. İkinci bölüm Umumi Türk tarixinin bir xulasisi. 1. fasl Türk tarixinin başlanışı. Şarq dünyasının en qadimki tarixte rivayet kılıngan Çin, Hindistan ve İran'ın tarix ve dini kitaplarında şundaqla o'ttir asrida yazılgan Arab İslam umumi tarix kitaplarına qaraganda bugünkü istilahda yani terminde Şarkı Türkistan ve G'arbi Türkistan deb atalgan memleketlerinin tarihi dünyanın en qadimki ve intayin muhim tarixleri deb qaraladi. Yani bu eserlerde ittifaq bilan fikir birligiga kelingan bir mesele Türklerinin ana yurti Asiyanın şarqidan g'arbigacha suzilgan payansız O'rta Osiyo yaylaqlari bo'lib, bular Osiyo qit'asining bel umritqisini tashkil qiladi. Bu yaylaqlarning o'rta qismining egizligi va kengligi hayvatlik bir manzaraga ega. Bu o'rta qism Himalaya tog' tizmalari, Hazar, Kaspiy dengizi va Bayqal ko'li orasida bo'lib, dunyoning eng egiz va eng keng munbat yaylaqlaridan iborat. Osmonga taqashqudek egiz tog'lari, buyuk baraqsan o'rmonlari, qo'rqinchli jangallari va suv bo'ylariga joylashgan yop-yeshil avod shahar kanatlari o'rta qism yaylaqlarda bir-biriga giralashib ketgan. Mana bu shaklda ta'riflangan O'rta Osiyo yaylaqlaridagi sharqda Qidirxon, Hingan tog'laridan boshlab, shimolda Bayqal vodisi, Altay tog'lari, g'arbda Idil, Volga daryosi, Xazar dengizi, janubda Hinduqush, Pamir, Qaraqurum va Qorong'u tog' Ko'illon tizmalari va Seriq daryo Xuanxe bilan qaytadan Qidirxon tog'lari bilan tutishadigan bir siziq ichidagi bu joylar turklarning ana yurtidir. Bu mantiqa, ya'ni bu rayon tarixi bilinmagan chog', ya'ni tarix davriga kirishdan burungi zamondan tortib hozirgacha turklarning makoni ve yurti bo'lib keldi. Türk qavmlari bu joylardan dunyoning har tarafiga hijrat qilib, dunyoni obod qilgan edi. Türk tarixining boshlanishi deyishdagi maqsadim turklarning kimning avlodi ekanligi yoki ularning nasab silsilasini bayon qilish emas. İslam tarixlarida bu haqda bayonlar bo'lsa-mu, bularni hozircha to'g'ri deb ayta olmaymiz. Çünkü bular İsrailiyatdan ve Moğol milli efsane mitolojilerinden ilingan. Maqsadim ilmiy tadqiqotlar ve tarihi vasiqalar o'ttirg'a qo'ygan paketlarga asosan Türkler to'g'risida qo'lga kelgan eng qadimki ma'lumotlarni taqdim qilishdir. Geologiya, yer qatlamlari ilmi ve arxeologiya, asari atiqi ilmining tadqiqotlari natijasida kashf qilingan ma'lumotlarga qaraganda hozirgi zamonimizdan 12 ming yil burun bu Türk ana yurtining hali hozirgidek cho'llari ko'p, nupusi oz emasdi. U chog'larda Tangri tog'lari butunlay muztag' bo'lib, bu tog'dan 4 atrofga yuzlarcha daryo eqib, munbat tuproqlarni sug'uratdi. Qorong'u tog', ya'ni Ko'illon tizmalaridanmi hozirgidan najjahasi ko'p iqillar eqib, Taklimakon cho'lini boshdan oyoqqacha suv bilan ta'minlaydi. Oral ve Balqash ko'llaridagi ichki dengizlarmi nurg'un edi.
Lopnur ko'limi bugungidan ko'p cho'ng bir ichki dengiz bo'lganligi hammaga ma'lum. Mana bu sababdan tabiiy iqlimda hech bir qumliq cho'l yo'q edi. Munbat tuproqlari, xilma-xil o'simliklari, sonsiz yovvoyi hayvonlari va har xil yer osti boyliqlari bilan to'lib toshgan edi. Iqlim va tabiatdagi bu sharoitning taraqqiyot va madaniyatga bo'lgan qulayligidan turklar boshqa insonlardan baldur madaniyatga qadam qo'ygan. Boshqa yerlardagi insonlar texi o'ngkurlarda va daraxt kamolarda yashab, tosh davrini beshidan o'tkazayotgan chog'larda turk ona yurtida bu tosh davri allaqachon oyoqlashib, madan davri boshlanib, mis va tuch davri taraqqiy qilmoqda edi. Turklar madanlarni kashf qilib, qoral yarog, terilg'u saymonlari va oltindan zinnat buyumlari yasab ishlatib, hatto bularning tijoratini boshlagan edi. Yayloqlardan yavu bug'doy, arpa qatorliq dallarning urug'ini tepib kelib, suv bo'ylarida terib o'stirish bilan keng terilg'u etizlarini barpo qilgan edi. Turar joy va terilg'u yerlarining atroflariga qo'rg'on yasab, shaharlar bino qilgan. Ot eshak va to'giga o'xshash uloqlari, qo'y, achku va kalidan iborat chorva mollari umumlashgan. Sapaldan ko'za, qochqumuch yasash san'ati xili taraqqiy qilgan edi. Bu haqda kitobimizning 2-tomi izohatlar qismida tafsiliy bayon qilamiz. 2-fasl turklarning madan davridagi madaniyati. Hozirgi Chin tilida, ya'ni Xitoy tilida Dagobi, ya'ni buyuk cho'l deb atiladigan Mo'g'uliston, Mong'oliya va Shimoliy Chinning o'rtasiga joylashgan qumliq cho'llarda, ya'ni Taklimakon, Qizilqum va Qariqum cho'llarida bugun hech qanday bir jonliq maxluqotning yashash imkoniyati bo'lmagan bu joylarda daryo iqinlarining izlari, terilg'u yerlar, ziroat etiz izlari, shahar kanit xarobalari, tosh, mis, to'mir, cho'yun va sapal ko'zi saymonlari nihoyatda to'la uchraydi. Bu yerlarning bir zamonlar hammasiovat yurtlar ekanligi va bu joylarda yashagan turklarning xili yuksak madaniyatga ega bo'lganligida hech shak yo'q. Bu joylarda tadqiqot elib borgan olimlar bu izlarning ig'ir qurg'oqchilik ofatiga uchrab, yerlarini tashlab ko'chib ketgan kishilarning yashagan makonlarga oid ekanligini aniqlab chiqqan. Bularning eng oz deganda 9000 yil burungi asarlar ekanligi taxmin qilinmoqda. 1904-yili Hazar dengizining sharqidagi Ashqabot va Marv shaharlari o'rtasidagi Anu qo'rg'onida elib berilgan arxeologik tadqiqot ishlariga rahbarlik qilgan olim Rafael Pompeli bu madaniyat asarlarining bundan 10 000 yil burungi davrga oid ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Va yana bu bebaho asari atiqalarni betaraflik maydonida turib tadqiq qilgan amerikalik olim bu turk ona yurtida madanchilik va san'at madaniyatining miloddan burungi 9000-yillarida, ya'ni zamonimizdan 10 000 yil burun boshlangan degan ko'z qarashni o'tirg'a qo'ydi. Bu nazariyaga asoslanganda turk yurtlarida konchilik va madanchilik boshqa yerlardan 1000 yil burun boshlangan. Altay tog'lari etaklari va Janubiy Sibiriyada kashf qilingan qadimgi turk qo'rg'onlaridan tepilgan va bugun Moskva va Leningrad muzeylarida saqlanayotgan qadimgi turk san'at asarlarining bir qismi Temur davriga va bir qismi Tuch davriga oid. Bularning ichida qilich tutquchi ko'pincha hayvon beshi suratida, o'q uchi, pichoq, sungi, ya'ni nayza, o'g'oq, qaycha, palta, kaka, ushka, yingna, to'qa, o'zanga, yugan, qozon, tava, bularning hammasi tuchdan yasalgan. Munchoq, tugma, bileyzuk, aynak qatorliq zinnat buyumlarining bir qismi tuchdan va ko'proq qismi oltindan yasalgan. Bu narsalar ichida ketman, palta, ushka, pichoq, o'q uchi, qilich, sungi, qipton, ya'ni savut temir kiyim, chaqmoq, uzanga, bo'qusa tishi, har xil cho'ng kichiklikdagi kamar to'qisi va kamar zinnatlari qatorliq narsalarning hammasi temir. Bu san'at buyumlari va asbob saymonlarni bu muzeylarda ko'rgan kishining bu narsalarning miloddan burun yasalganligiga ishongusi kelmaydi. Chunki bu narsalarning yasalishidagi nozuklik va ustulikni ko'rib, kishilar bularni hozirgi zamonimizda
madaniyatlik biror shaharda yasalgan deb o'ylab qoladi. Londondagi British Museumda turk ona yurtidan tepilgan temir va tuchdan yasalgan asarlarning bek yaxshi kollegiyasi saqlanmoqda. Türk ana yurtlarining bo'libmi Altayning nurg'un joylaridan tepilgan kon va madan eritish o'choqlari qadimgi turklarning konchilik va madan eritish ishlari bilan shug'ullanganligini ko'rsatadi. Arxeologiyalik qazishlar jarayonida maydonga chiqqan kon va eritish o'choqlarining zamonimizdagilariga o'xshab ketadigan mukammallikka ega ekanligini ko'rgili bo'ladi. Mana bularga qaraganda turklar qadimgi madan davrlarida konchilik va kon mahsulotlarini pishiqlab ishlab chiqarish jihatda xeyli taraqqiy qilgan. Bu xil madan konlari va eritish o'choqlarining odatdan tashqari ko'p sonda tepilishi turklarning bu davrda madan mahsulotlari bilan o'z ehtiyojlarini qamdab qolmasdan boshqa millatlarga sotgan va tashqi savdo tijoratni kengaytirish uchun madan ishlab chiqarish san'ati bilan ko'p shug'ullanganligini tushuntirdi. Bu haqdagi tafsiliy ma'lumotlar uchun Mufassal Türk tarixi degan asarga qaralsin. Afsuski, Sharq Turkistonda tarix davriga kirishdan burungi chog'larga oid elib berilgan tadqiqotlar bek oz. Shundaq bo'lsa-mu, Sevin Hedin boshchiligidagi bir qism Yevropalik sayohatchi olimlarning cho'ng g'ayrat va tirishchanliklari natijasida ba'zi ma'lumotlar qo'lga keldi. Sharq Turkistonda terilg'u ziroat ishlarining kashf qilinishi hayvonlarni ko'ndirib terilg'u ishlarida ishiltish bilan bug'doy, arpa, teriqqa o'xshash oshliqlarni yova o'simliklardan ayirib yetishtirib, oshliq don qilib terish ishlari boshqa turk yurtlaridan burun bo'ldi. Undan boshqa yova ot, eshak, kala, o'kuz qatorliq hayvonlarni ko'ndirib, uy hayvonlari yetishtirish ishimi tunji qatim Sharq Turkistonda amalga oshirilgan deb ayta olamiz. Chunki oshliq yoki uy hayvonlari bo'lsin, bularning asli yavoyi bo'lib, boshlang'ich davrdagi insonlarning bularni aqli idroki va amgaklari bilan tasodif uchirtib, bularni o'zlariga foydali qilib o'zgartib va ko'ndirib ishlatgili aniq bir masala. Har qanday bir qadimki narsaning vujudi va yoki mavjudligi, ya'ni bor bo'lishi vuqu'i hodisaning yuz berganligiga, uning hozir ko'rinmoqda bo'lgan qoldiq izlariga qarab baho berish va tahlil qilish ilm sohasida muvofiq ko'rilgan eng to'g'ri ko'z qarashdir. Sharq Turkiston tog'larida, Tangritog' jilg'ilarida va Bag'rash ko'li atroflarida yovi bug'doy, arpa va teriq qatorliq donliqlarning yovi turlari hozirmi to'la uchraydi. Yovi ot, yovi eshak, qo'ton, yovi to'ga va yovi kala, yovi qo'taz qatorliqlar Qorong'u tog' va Qoriqurum tog'larining yayloqlarida hozirmi ovchilarimiz tarafidan bilinib ovlanmoqda. Lekin boshqa mamlakatlarda bu o'simlik va bu xil hayvonlarning asli va naslidan asar yo'q degudek oz. Kon va madan ishlariga kelsak, yuqorida bayon qilinganidek, kon yoki madan eritish o'choqlari o'ttirg'i chiqarilib, chet elda dunyoning mashhur muzeylariga yo'tkab ketilgan asarlarning hammasi Sharq Turkistondan elib ketilgan asarlar ekanligi aniqlandi. Tangri tog'lari, Qorong'u tog' va Oltun, ya'ni Altay tog' tizmalarini bo'ylab sayohat qilgan olimlar qadimgi zamonda ishlatilib tashilinib qolgan bu xil madan o'choqlarini ko'p uchratgan. Taklimakon cho'li va Turpan cho'llarida helimi pat-pat tepilib o'ttirg'i chiqib turadigan mis, tuch, oltin, cho'yun, temir, kumush va sapoldan yasalgan san'at va har xil madan xom moddasi qatorliqlar bu joylar qurg'oqchilik ofatiga uchrashdan burungi davrda ishlab chiqarilgan narsalar bo'lib, bu yurtlarda bu narsalarni yasay oladigan mahir ustalarning ko'p bo'lganligini ko'rsatdi. Taklimakon, Turpan va Qumul cho'llarida suv bo'ylaridan bir qancha kunlik yiroq yerda tepilgan qadimki shahar xarobiylarini yaqinqi zamonga oid desakmi, bu cho'llarning ichki qismlarida bugun hech qanday bir jonliqning hayot kechirishi mumkin bo'lmaydigan holatdagi joylardan tepilgan shahar xarobiylari, terilg'u yer, eriq o'stang, tim, gama va sepil qo'rg'on izlari bu joylarning qurg'oqchilik ofatiga uchrashdan burungi hayot izlaridan derak beradi. Qadrli anglovchilarimiz, shuna qilib vaqt munosabati bilan Tarixi nazar programmamizning 5-sonini mush yerda oxirlashtiramiz.
İnşallah Rabbim ömür berse kelar qadimki programmamızda ko'rishguncha aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.